O'zbekistonliklar onlayn qimorga yiliga 1 milliard dollar sarflamoqda. Gap shundaki, O'zbekiston fuqarolari 1 yil davomida onlayn kazino, qimor o'yinlari va sport stavkalariga qariyb 1 milliard dollar sarflayotgani aytilmoqda. Bu esa har kuni minglab insonlar o'z pullarini boy berayotgani va tobora kuchayib borayotgan o'yin qaramligini anglatadi. Eng achinarlisi, ko'plab odamlar avvaliga shunchaki sinab ko'raman deb boshlaydi, keyin esa kichik yutuqlar ortidan yana va yana pul tikadi. Natijada qarzlar ko'payadi, oilalarda janjallar boshlanadi, ayrimlar esa barcha jamg'armasidan ayrilib qoladi. Bugun internetdagi kazino va bookmaker platformalari juda agressiv reklama qilinmoqda. Odamlarga oson pul, tez boyish va katta yutuq va'da qilinadi, ammo amalda aksariyat insonlar katta zarar bilan chiqmoqda. Qimor va stavka oddiy o'yin emas, bu insonning psixologiyasi, moliyaviy ahvoli va oilaviy hayotiga jiddiy ta'sir qiladigan xavf hisoblanadi. Agar yaqinlaringiz orasida stavkaga qiziqadigan yoki kazino o'ynaydiganlar bo'lsa, ularga ushbu xabarni ogohlik uchun yuborib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Xo'sh, sizningcha onlayn qimor va stavkalarni butunlay taqiqlash kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentlik Telegram kanalida kuzatib boring.